Assalomu alaykum, hurmatli bizni kuzatib boruvchi muxlislar. Bugun spermogramma analizining oxirgi videosi haqida bo'ladi. Bilasizlar, spermogrammada faqatgina urug'larning soni, ularning harakatchanligi, morfologiyasidan tashqari, ularning biokimyoviy markerlari ham ahamiyatga ega. Chunki bu biokimyoviy markerlar erkak kishining reproduktiv tizimi haqida juda ham muhim ma'lumotlarni beradi. Ularning ichidagi eng ikkita asosiy ilmiy ahamiyatga ega bo'lgani fruktoza va neytral alfa glikozidaza. Bugungi videomiz shu haqda bo'ladi. Fruktozaning 4 ta fiziologik xususiyati bor. Bular birinchisi spermatozoidlarning energiya manbai hisoblanadi, harakatchanlikni ta'minlaydi, anaerob metabolizm uchun substrat hisoblanadi. Eng asosiysi eyakulyatning hajmini shakllanishida ishtirok etadi. Fruktozani eyakulyatdagi normal ko'rsatkichi laboratoriyadan laboratoriyaga qarab o'zgarishi mumkin, lekin jahon standarti bo'yicha 13 mikromol eyakulyat hisoblanadi. Testning natijasini tahlil qilganda asosan uni yo yo'qligi yoki pastligi inobatga olinadi. Bular quyidagi holatlarda interpretatsiya qilishimiz mumkin. Birinchisi bu urug' pufakchalarining aplaziyasi yoki gipoplaziyasi rivojlanmagan holat. Bular ko'pincha ikki taraflama urug' olib chiquvchi kanallarning yo'qligi yoki KFTR genimiz mutatsiyalarda kuzatiladi. Ikkinchisi bu eyakulyator kanallarda obstruksiyasi hisoblanadi. Obstruksiyalarga eyakulyator kanaldagi kistalar, yallig'lanishdan keyingi chandiqlar va u yerdagi ba'zi toshlar sabab bo'lishi mumkin. Natijada seminavizikalisni sekreti eyakulyatsiyaga chiqolmaydi va analizda fruktoza past ko'rsatkichga ega bo'ladi. Uchinchisi bu eng keng tarqalgani bu androgen yetishmovchilikda, ya'ni testosteron past bo'lsa ham fruktoza testlarda past chiqadi. Buning sababi bilamizki, testosteron seminavizikalisda rivojlanishda ishtirok etadi. Agarda androgen yetishmovchiligi bo'ladigan bo'lsa, urug' pufakchasi rivojlanmaganligi sababli fruktoza ishlab chiqarishi pasayadi. To'rtinchisi bu retrograd eyakulyatsiya deyiladi, chunki sperma tashqariga chiqmasdan qovuqqa chiqib ketganligi uchun testda fruktoza past darajada chiqadi, lekin bu diagnostik ahamiyatga ega emas. Fruktoza haqidagi ma'lumotning yakuni sifatida sizlarning o'z amaliyotlaringda ishlatishlaring mumkin bo'lgan ikkita klinik holatni ko'rsatib beraman. Birinchisi, agar bemorda azospermiya va hajm 1,5 ml dan kam bo'lsa, testda fruktoza yo'q bo'lsa, bu haqda siz tug'ma ikki taraflama urug' olib chiquvchi kanallarning rivojlanmaganligi yoki eyakulyator kanalining obstruksiyasi haqida o'ylashingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi holat, bemorda azospermiya, lekin FSH gormoni normal holatda. Buning ustiga fruktoza test ham negativ, ya'ni fruktoza yo'q. Bu holatni ko'rganingizda siz ham 100% obstruksiyaga shubha qilishingiz kerak bo'ladi. Ikkinchi testimiz bu NAC, ya'ni neytral alfa glikozidaza. Bu moyak ortig'i epididimizdan ishlab chiqariladi va spermogrammadagi epididimning sekretor funksiyasi haqidagi eng yaxshi ma'lumotni beradigan omil hisoblanadi. NACning 3 ta asosiy fiziologik vazifalari bor. Bularning birinchisi spermatozoidlarning maturatsiyasi, ya'ni yetilishida ishtirok etadi. Ikkinchisi spermatozoidlarning membranasini qayta shakllanishida, uchinchisi fertilizatsiya qobiliyatini shakllanishida ishtirok etadi. Buni normal ko'rsatkich ham laboratoriyaning referens ko'rsatkichlariga bog'liq ravishda turlicha bo'ladi, lekin jahon standarti bo'yicha 20 milliunitdan kam bo'lmasligi kerak. NAC ko'rsatkichini past chiqishiga bir nechta sabablar bor. Ularning eng asosiy 4 tasini hozir sizlar bilan birga ko'rib chiqamiz. Birinchisi bu epididimal obstruksiya hisoblanadi. Eng klassik sabab bunga asosan vazektomiyadan keyingi holat, epididimitdan keyingi va u yerda o'tkazilgan jarrohliklardan keyingi chandiqlanishlar sabab bo'ladi. Ikkinchisi bu epididimning shikastlanishi. Bunga surunkali epididimit, tuberkuloz va u yerda o'tkazilgan travmalar sabab bo'ladi. Uchinchisi u yoki bu sababli bo'ladigan obstruk azospermiya holatlarida ham NAC ko'rsatkichi past chiqadi. To'rtinchisi bu urug' olib chiquvchi kanalning ikki tomonlama rivojlanmaganlik holati. Fruktoza testida aytganimdek, bu yerda ham NACning natijasi juda ham past ko'rinishga ega bo'ladi. Hozir sizlarga bu ikkala testni birgalikda qanday tahlil qilish mumkin bir nechta misollar sifatida tushuntirib beraman. Agar bu bemorda NAC ko'rsatkichi normal bo'lsa, epididimda sekretor funksiyasini saqlanganligi haqida o'ylashingiz kerak. Agar bemorda NAC ko'rsatkichi past, lekin fruktoza normal bo'lsa, obstruksiya epididimda yoki vas deferens darajasida bo'lishligi haqida o'ylashingiz kerak. Agar NAC ko'rsatkichi ham past, fruktoza ko'rsatkichi ham past bo'lsa, obstruksiya distalroq darajasida bo'lishligi yoki tug'ma malformatsiya bo'lishligi haqida o'ylashingiz kerak. Ekranda ko'rib turgan jadvalingizni saqlab qo'yib amaliyotda foydalanishingiz mumkin.
Yuqoridagi ma'lumotlarga asoslangan holatda shuni aytishim kerakki, azospermiyalik bemorlarda moyaklarning hajmi, ularning gormonal profili, FSG testosteronni yonida albatta fruktoza va alfa glikozidaza testini o'tkazilishi shart. Bizni kuzatayotgan bemorlarga shuni tavsiya qilamanki, siz o'z shahringizda topshirgan analizingizda andrologdan shu ikkala testni so'rang. Yoki Qo'qon shahridagi Hospital Zem klinikasiga kelib topshirsangiz, natijalarni men bilan birga tahlil qilishingiz mumkin bo'ladi. Spermogramma haqidagi bugungi 8-videomiz oxirgi videomiz edi. Buni oldingi qismlarini kanalimizga o'tib, obuna bo'lib ko'rishingiz mumkin.